qoladi. 3 ta bolasi bor, yosh oila, juda ham og'ir ahvolda. Yosh opamiz, ya'ni 90-yilda tug'ilgan opamiz hozirgi kunda juda ham xasta. Bosh miyasida o'simtasi borligi sababli hozirgi kunda oxirgi kunlarini o'tkazyapti deb doktorlarimiz tashxis qo'yishgan. Masaga bizlarni tashlab ketyapti. Ko'p marta kasal bo'lib qoladi. Ro'za-i Ramazon oyida yordam berishlarini so'rayman. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Qani videomizni boshladik. Like bosish esingizdan chiqmasin, faqat videoni o'tkazmasdan tomosha qilamiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum musofirlar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xohlasa, sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Iltimos, mana shu videoni befarq bo'lmasdan, o'tkazmasdan tomosha qilishingizni iltimos qilamiz. Ro'za Ramazon oyida juda ham katta ajr savobga ega bo'ladigan oila, ya'ni fitr ro'za ihsonni qayerga beraman deb yurgan oila uchun, ya'ni insonlar uchun mana shu oilani sizlarga tavsiya qilaman. Faqat video boshdan iltimos qilamiz, like bosib tomosha qilishingizni iltimos qilamiz, chunki like bossanglar shuncha tarqalishiga sababchi bo'lasizlar. 3 ta bolasi bor, yosh oila, juda ham og'ir ahvolda. Yosh opamiz, ya'ni 90-yilda tug'ilgan opamiz hozirgi kunda juda ham xasta. Bosh miyasida o'simtasi borligi sababli hozirgi kunda oxirgi kunlarini o'tkazyapti deb doktorlarimiz tashxis qo'yishgan va bosh miyasida o'simta borligi sababli o'sha o'simtani shifokorlar tomonidan operatsiya qilishgan va operatsiya jarayonlari yaxshi bo'lmaganligi sababli mana shu yana qayta operatsiya buyurilgan. Bu qayta operatsiya qanaqa bo'ladi? O'sha o'simtani kuydirish jarayoni bilan kechayotgan. Hozir sizlarga batafsil o'sha nimalarni qo'yib beramiz, ma'lumotlarni mana shu oilaga yordam berib iltimos qilamiz, ko'mak cho'zishinglarni iltimos qilamiz. Qani videomizni boshladik. Like bosish esingizdan chiqmasin, faqat videoni o'tkazmasdan tomosha qilamiz. Mening ismim Safar. Men ham ko'p kunda kasal bo'lib qoladi. Qancha ko'p bo'lyapti? Masaga bizlarni tashlab ketyapti. Ko'p marta kasal bo'lib qoladi. Men sahib ketishni xohlayman. Hammaga ayamlarga yordam berishni xohlayman. Assalomu alaykum hammaga. Hamma yaxshimi? Hamma yordam beringlar, iltimos. Yaxshi bo'lsa ham bizlarga ayamiz kerak. Iltimos yordam beringlar. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Ruxshana. Tuzalib ketdi. Kasal bo'lib qoldimi? Qachondan beri kasal bo'lib qoldingiz? Anchadan beri. Yordam beringiz. Opamizning ismlari Choriy va Zaynab opamiz. Opa nechinchi yilsiz? 1990-yilman. 90-yilsiz a? Hozir nima bo'lyapti sizda? Qanaqa kasallik tashxis qo'yildi? O'shalarni batafsil gapirib beringchi. Qachon boshlangan? Bosh og'rig'i. Nechinchi yil boshlangan? 2016. 2016? O'sha aytib bering, boshida nima bo'lgan bo'lsa. Boshim og'riydi-da faqat. Hozir kunga kelib orqa miyam bilan tortib og'riyapti. 2023 8-sentyabr. U operatsiya bo'lganingizdan keyin hozir yaxshi bo'lmadingizmi? Yo'q. Hozir yana Samarqandga bordingiz, ha? Hozir nima deyishyapti yo'da? Turkiyaga borasan. Men sizlardan yordam so'rayman, iltimos. Ro'za-i Ramazon oyida yordam berishlarini so'rayman. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin.
Allah amin. Ey Allah de. Ey Allah. Hiç kimne ayacansı dadacansı de. Hiç kimle heyecanlısı, dadacanlısı Kasal bulmasın de. kasal bulmasın. Allah'ım de. Allah'ım Beni yemeğim tızatı verdi. benim heyecanımı düzeltme. Senden hiç narsa soramayım Allah. Senden hiç ders soramayman. Amin de. Amin. Shunday bo'lsin. Qadrli yurtdoshlar, yaxshi insonlar, iltimos qilamiz, faqat videodan uzoqlashmay, videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilamiz. Bir muhtoj oilani xonadoniga kelganmiz. Bu oilani ko'pdan beri menga murojaat qilyapti, lekin vaqtim bo'lmaganligi sababli bugun vaqt topib keldim. Ro'za Ramazon oyida mana shu videoga befarq bo'lmasdan fitr ro'za ehsonlaringiz bo'lsa, bemalol mana shu xonadon ehsonda joyi hisoblanadi. Sizlar ehson qilsanglar qabul bo'ladigan joy va ajr savobga ega bo'ladigan joy hisoblanadi. Men sizlarga bu opamiz haqida ma'lumot beraman. Opamiz Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Oqrobod qishlog'ida, ya'ni Kaptarxona qishlog'ida istiqomat qiladi. Bu oilamizning sharoiti, ya'ni og'ir sharoitda turmush o'rtog'i kunlik, ya'ni mardikor ishchi bo'lib, ya'ni kunlik ishchi bo'lib ishlab keladi. Qozog'iston, mana shu Moskvalarda ishlab yoki mana shu kamazlarga qumortib, shu kunlik ishlar bo'ladi-yu, qishloqda o'sha ishlar bilan shug'ullanib keladi. 2023-yilning sentyabr oyida opamiz operatsiya bo'lgan, ya'ni bu operatsiyaning nomi meningomatoz, ya'ni bosh miya qorinchalari intervaksional hajmli jarayon epilipti xuruji bilan, ya'ni og'rib kelgan. Bu kasallik 2016-yildan beri boshlangan. Bu opamizning hozirgi kunda yana operatsiyadan keyingi jarayonida yana qo'zg'alib bosh og'rig'i, bosh miyada sohalarda va bosh miya yarim sharlarida juda ham kuchli og'riqlar, bosh aylanishlarda hushdan ketishlar va o'sha chap qo'l oyoqlarida uyushlar, kuchsizlik, umumiy darmonsizliklar bilan mana shu hozirgi kunda og'rib kelyapti va shu bilan birgalikda hozir Samarqandga davolangani borganida, ya'ni MRT, MSKT javoblarini ko'rsatishgan va o'sha birinchi operatsiya qilgan doktori, ya'ni mana shu tavsiyani berganki, o'sha o'simta, bu opamizning boshlarida o'simta bor. O'sha o'simtani mana shu ko'pchilik tushunadi, bizning kanalimizda shifokorlarimiz bor. Mana shu chetda chiroyli qilib rasmlarni qo'yib qo'yaman. Mana shu opamizning ikkinchi marta operatsiya qilishligi uchun O'zbekiston shart-sharoitida, ya'ni to'g'ri kelmaganligi sababli, ya'ni ikkinchi marta operatsiya qilsa O'zbekistonda zamonaviy apparatlar yo'qligi sababli yarim tanasi ishlamay qolishini aytgan va Turkiya davlatida, ya'ni chet davlatida mana shu opamizni operatsiya jarayonini, ya'ni o'sha o'simtani kuydirish jarayoni bilan kechadigan operatsiyasini tavsiya qilishgan. Va mana shu operatsiya uchun pul miqdori $5000 talab qilayotgan. Mana shu $5000 biz xalqimiz bilan birgalikda, yaxshi insonlar bilan birgalikda to'play olamiz degan umiddaman. Mana shu oilaga biz hozir mana shu hech bo'lmaganda ko'magimizni cho'zgani keldik. Agar sizlar xohlasanglar, o'zlarini mana shu kartalarni qo'yamiz, o'zlarini kartalarini ko'rsataman. Ya'ni o'zlarini ismlari Choriy va Zaynab opamiz 90-yilda tug'ilgan. Barcha tahlillarni ko'rdim va o'zlariga tegishli bo'lgan Xalq banki o'z karti, ya'ni mana shu olgan o'zlari, yaqinroq ko'rsatasiz. Mana shu faqat ozgina nimalari o'chib ketgan ekan, sharif raqamlari. Mana shu kartani pastda qo'yib qo'yaman, ishonchli, bemalol musofirdan turib tashlasanglar ham bo'ladi. Klikka ulangan-a bu? Yo'q. Klikka ulanganmi? Yo'q. Ulanmagan. Mana shu karta raqamlariga ehson qilsanglar bo'ladi. Pastda karta raqamlarini qo'yib qo'yganmiz yoki umuman qo'lidan hech yordam bergisi kelmayotganlar yo bo'lmasa men yordam bera olmayman, oyligim tushmadi deydigan insonlarga mana shu opamiz haqlariga bir dasturxonning o'rtasida duo qilib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Duo ham juda ham katta ahamiyatga ega va mana shu hoji momo, hoji buvalarimiz bor, bizning kanalimizni kuzatadigan mana shu Zaynab opamizni haqlariga duo qilib qo'yinglar. Biz mana shu opamizni agar Xudo xohlasa mana shu $5000 yig'a olsak, Turkiya davlatiga operatsiya jarayoniga Xudo xohlasa jo'natamiz inshaalloh. Mana shunga yordam berishingizni iltimos qilamiz.
bemalol qo'limizdan kelgancha 1000 so'mdan bo'lsa ham, 5000 so'mdan bo'lsa ham, 100 ming so'mdan bo'lsa ham kuchimiz yetgancha, qo'limizdan kelgancha mana shu fitr ro'za ihsonlarni ro'za oyida qilishinglarni iltimos qilamiz. Yoki qo'lingizdan ihson qilish kelmasa, mana shu video rivoji uchun like bosib qo'ysanglar, ko'proq odam ko'rishligiga sababchi bo'lasizlar. Misol uchun kimdir fitr ro'za ihsonini olib yuribdi, lekin qaysidir bir muhtoj oilani topa olmayaptiki, o'sha oilaga ihson qila olmayapti. Mana shu oilani ko'rib turib, mana shu ihsonini qilishi mumkin. Shuning uchun xalqimizdan mana shu opamizga befarq bo'lmasdan, mayli oilasi uchun bo'lmasin, mana shu 3 ta qora ko'z uchun yordam berishingizni iltimos qilamiz. Bular hali yosh, chunki nasib bo'lsa katta bo'lgandan keyin biza bilan qo'shilib, mana shu yaxshi insonlarga ko'mak qo'lini cho'zadigan inson bo'ladi, yaxshi inson bo'ladi. Biz mana shu yordam beryapmiz, mana shu kunlarda, og'ir kunlarda, lekin bularni aqlida, ya'ni o'sha xotirasida muhrlanib qoladi. Bizning onamizga yordam berishgan xalqimiz deb yaxshi taassurot qoldiradi. Iltimos qilamiz xalqimizdan mana shu opamizga befarq bo'lmasdan yordam berishinglarni, ko'maklashishinglarni iltimos qilamiz. Barcha yaxshi insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Omon bo'linglar. Nasib bo'lsa, mana shu xonadonda yaxshi kunlarda ham kelib mana shu videoga olish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kumsayman oftobday nigohingizni, ruhim allalagan quchog'ingizni. Kumsayman oftobday nigohingizni, ruhim allalagan quchog'ingizni. Ko'zimga surtib ko'z monchog'ingizni. Men sizni sog'insam onamni qilay, tushlarimda yana bir bor ko'ray. Men sizni sog'insam onamni qilay, tushlarimda yana bir bor ko'ray. Rayhonday sizni xush iforingizga mast edim, boqib gul ruxsoringizga. Rayhonday sizni xush iforingizga mast edim, boqib gul ruxsoringizga. Qo'ymagan edim-ku didoringizga. Men sizni sog'insam onamni qilay, tushlarimda yana bir bor ko'ray. Men sizni sog'insam onamni qilay, tushlarimda yana bir bor ko'ray. Sizdayin o'ylaydi meni, har vaqt rizq ilinib siylaydi meni. Endi kim sizdayin o'ylaydi meni, har vaqt rizq ilinib siylaydi meni. Ayriliq azobi qiynaydi meni. Men sizni sog'insam onamni qilay, tushlarimda yana bir bor ko'ray.